Sen ham kitob yoz. Portugaliyalik yozuvchi Jose Saramago modern adabiyotining mumtoz vakillaridan biri. Ko'rlik romani unga shuhrat keltirgani shubhasiz. Yozuvchi bir kuni qahvaxonada qahva kutib o'tirganda, dunyodagi odamlarning hammasi birdan ko'r bo'lib qolsa, nima bo'ladi deya o'yga toladi. Natijada ko'rlik romanini yozadi. Dunyo faqat yozuvchilarning xayolida, romanlarida ko'r emas. Haqiqatdan ham odamzodning ko'zi tikib tashlangan. Buni ko'rlikdan uyg'onganlargina anglaydi. Ko'zlari ochiqlar ko'rlarning ajnabiysidir. Tog'lar bo'lmasa, hech kim fikrlay olmaydi. Daraxtlar bo'lmasa, tushunchalar ham yo'q. Tabiat tushunchalarimizning nazoratchisi. Bir daraxtning bag'rida qancha qog'oz, qancha qoshiq bor. Ko'rlar ma'rifatni yomg'irda, ko'zi ochiqlar ma'rifatni bulutda ko'radi. Ba'zi daraxtlar insonga nisbatan ilmli bo'ladi. Ochlik bilan yozuvchilik orasida unchalik ham katta farq yo'q. Ikkisi ham chanqoqlikning so'nggi nuqtasi. Och kishi suyaklari bilan, yozuvchi esa qoni bilan yozadi. Harflar va til bir xil, lug'at ayni. Siz ham bir kitob yozsangiz-chi, deyishadi ba'zan menga. Nima haqida yozaman? Quloqqa sarimsoq suvi tomizilsa, onging tozalanish haqidami? Yoki tarvuzni po'chog'i buyrakka bog'lansa, ko'z nuring ravshan bo'lish haqidami? Bunaqa tavsiyalardan iborat kitob yoza olmayman. Lug'atim faqir. Yoza olmagan kitobimning ichida nimalar bo'ladi? Uyquga chanqoq ko'zlarning qatli ila to'g'ralgan barmoqlar bo'ladi. Non uvoqlarini to'kding, deya 17 joyidan pichoqlab o'ldirilgan Emine Bulut bo'ladi. Qo'lida santimetr bilan ezgu xonim pishirgan ovqatning ichidagi kartoshkaning enini, bo'yini o'lchab turgan fashist bo'ladi. 5 bolasini tug'arkan, nega mushuk kabi tug'yapsan, deya ayolning qo'lini urib sindirgan tug'ruqxonadagi doktor bo'ladi. Hayot kiborlik bilan kaftiga don qo'yib, Eminonudagi kabutarni don bilan siylashga o'xshamaydi. Hayot ba'zan 99 yoshdagi onaga, ba'zan 12 bolaga 12 xil ovqatni 12 xil talabga ko'ra kaftda yedirish degani. Jo'g'rofiya qadar emas, Ibn Xaldun haqsizdir deganday bo'lding. Yo'q, jo'g'rofiya bol kabi qadar. Vatanni tomog'iga mixlaganlar va vatandan bo'shab qolgan joyga tosh ekib ketganlar bo'ladi. O'qimoq internetdan jild kitob sotib olib, raketa tezligida o'qish emas, o'qimoq bir iskanja. O'qimoq insonlarning yuziga buyurtma berib, keyin ichidagi yolg'onlarga shohid bo'lmoqdir. Peshonadan oqqan zaytun yog'li ibodat bo'ladi. Ismi vatan, hidi tuproq bo'ladi. Asrdan so'ng suv sepilganida Behbudiyning, Cho'lponning, Abdulla Qodiriyning gul hidi anqib ketgan. Quloqlarimizga allakabi oqib kirib, uyqudan, g'aflatdan bedor qilgan ohang bo'ladi. Balchiq yo'llarda botib qolgan botinkaning, sovuq kechalarda to'xtab qolgan vaqtning, issiq pechka atrofida to'plangan oilaning ismi bo'ladi. Nega kitob yozmayman? Chunki dunyo kabi eski, yirtiq, keksa jarohatlarim bor. Qaysi biri holsiz va horg'in? Dunyomi, jarohatimmi? Jarohatim deyman. Ba'zan yuzimizdan qochgan rang Robbimning qudrat ko'rgazmasiga, musavvir yoygan asarini tomoshasiga, toqqa qochgan bo'ladi. Nega kitob yozmayman? Chunki vatanda qolganlar bilan vatandan chiqib ketganlarning soati vaqtni bir xil ko'rsatmaydi.
Iymon taxtasi. Insondagi sog'lom hujayraning bir qismini stressga tushib, isyon qilib, hujayraning qolgan qismini yeya boshlashi, parchalashi va yo'q qilishi hodisasi tibbiyotda saraton kasalligi deydi. Bu insoniyatning, aka-ukaning, qarindosh-urug'larning arzimagan narsalarni bahona qilib bir-birining go'shtini yeyishi, barbod qilishi bilan bir xil. Bani odam saratoni. Isyonkor hujayra bo'lagi haqida zotan vujudimiz bizga xabar beradi. Meni o'ldiryapti deydi. Bir insonning o'ziga qilgan zulmini unga tashqaridan hech kim qila olmaydi. Inson vujudining 4dan 3 qismi suvdan iborat. Suv atomlari yomon kalimalardan, so'zlardan buziladi va sasiy boshlaydi. Vujuddagi suv atomlari go'zal so'zlar, ayniqsa Qur'on tinglaganda shirinlik kasb etadi va mukammal kristallashadi. Alloh taoloning yaratgan maxluqlari, daraxtlari, tabiat sahifalaridagi oyatlarni o'qiy olmaganlar Qur'oni Karim sahifalaridan hech nima anglamaydi. Yaratuvchida zulm yo'q. Unda faqat adolat bor. Tabiatdagi har bir oyat bizga buni har daqiqada hayqirib turadi. Arslonlar panjasi kuchining quvvatini ko'rgan kishi juda kuchli bu hayvon, har doim ovni topib yeydi, hech qachon och qolmaydi deb o'ylaydi. Vaholanki, arslonlarning 5dan 4 qismi ochlikdan o'ladi. Olma qurtining tishi yo'q, panjasi yo'q, zaif bir yaratiq. Ko'rganlar bu rizqni qanday topib yeydi deb o'ylaydi. Vaholanki, uning har tarafi rizq bilan o'ralgan. Insonlar ham kuchli va boy bo'lgani sari rizqqa yetishishi qiyin bo'ladi. Eng zaif, himoyasizlarning rizqqa yetishi qulay. Homilani, chaqaloqni o'ylang. U qayerdan rizqlanmoqda? Ba'zan inson g'am-g'ussaga botganda, sevimli insonlarni yo'qotganda, beixtiyor ko'ksiga musht uradi. Nega? Musht urilgan joyning ismi tasavvufda va tibbiyotda iymon taxtasi deyiladi. Iymon taxtasiga sekingina musht urib qo'yishimiz mo'jizaviy refleksdir. Sizdan vujudimizning hayot bulog'i, yashash quvvatining markazi qaysi a'zo deb so'rasam, yo yurak deysiz, yoki miya. Ammo ikkisi ham noto'g'ri. Bu a'zo iymon taxtasining ustida, tiroid bezini ostida va nafas yo'lining yonidagi yong'oqdek keladigan timus bezidir. Bu bez vujuddagi zararli va foydali hujayralarning to'g'ri ishlashini nazorat qiladigan buyruq markazidir. Timus bezining so'lagi immunitetni tashkil qiladi. Boshqa bir vazifasi esa yurak kabi titrab turishidir. U qancha ko'p va tez titrasa, shuncha ko'p xursand, quvnoq, sog'lom va yosh ko'rinamiz. U titrab turishi uchun ba'zan qo'limizni ko'ksimizga qo'yib turishimiz kerak. Sufiylarning zikr majlislarida qo'llarining doim ko'ksida bo'lishini sababi ham shundan. Ba'zan yuragimiz siqiladi, o'ynaydi, hapqiradi, nafas ololmay qolamiz. Kardiologga boramiz. Yurak soppa-sog' chiqaveradi. Sababini topa olmaymiz. Bu sabab timus bezimizdadir. Bilib-bilmay badduo qilgan bo'lamiz. Og'zimizdan qahr to'la so'zlar chiqqan bo'ladi. Ular jamlanib insonning sulbi urug'iga ham joylashgan bo'ladi. Natijada o'zimizdan keyingi avlodlarimizga yurak o'ynashini meros qoldiramiz. Biz qilgan gunohlar sabab birikkan negativ quvvat timus bezining ustida in qurib olgan bo'ladi.
Nihoyat uning shifosiga keldik. Shifosi tez-tez qo'limizni ko'ksimizga qo'yib turish. Qo'limiz iymon taxtasiga tegishi bilan timiz bezi titray boshlaydi va astag'firulloh va atubi ilayh duosini aytishni odat qilishimizdadir. Yurak o'ynashining sabablaridan biri esa qadarga qarshi isyonimiz, o'zgalarning haqqini yeganimiz hamdir. Jarohatimiz ichida Yaratganni ko'ra olmaganimiz hamdir. Yaxshilik o'ldiradimi, yashatadimi? Gabor Meta, kanadalik mashhur psixolog, vujuding yo'q deyotgan bo'lsa va bolangizni mahkam ushlang nomli kitoblarning muallifi. Gabor Meta Istanbulga kelganda suhbatlarning birida bir ro'yxat ko'rsatgan edi. Ro'yxatda 10 nafar mashhur kishining o'lim sababi yozilgandi. Biri rak bo'lib, biri oshqozon yarasidan, biri yuqori qon bosimidan o'lgan ekan. Ammo hammasini o'ldirgan umumiy bir sabab bor. U nima? Deb so'ragan edi. Tabiiy, to'g'ri javobni Gabor Metaning o'zidan boshqa kim ham bilardi? Bu 10 kishining o'lim sababi yaxshilikdir. Ularni yaxshilik o'ldirdi degan edi. Xulosa shuki, yaxshi insonlarni yaxshilik o'ldiradi. Gabor Metaning bu ixtirosidan xabarsiz 10 yil mobaynida yozuv daftarlarimning boshiga vahshiy hayvonlar tuzoq bilan, yaxshi insonlar yaxshilik bilan ovlanadi degan iborani yozishni odat qilib olgandim. Xudo haqqi. Mashhur psixolog bilan hamfikr ekanimdan hayratlandim. Ammo hozir bu fikrda emasman. Bugun buni rad qilaman. Chunki hech bir psixologning fikri meni bir hadis bog'laganchalik bog'lay olmaydi. Yaxshilik insonni o'ldirmaydi. Yaxshilik qilgan kishimizdan javob kutishdan o'lamiz. Vaholanki uni unutsak va undan hech nima kutmasak, kasal ham bo'lmaymiz. O'lmaymiz ham. Aks holda u bizni to'shakka mixlaydi va o'ldiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sadaqa umrni uzaytiradi degan hadisi bor. Ammo bizning qadarimizda necha yil yashashimiz yozilgan. Sadaqa qanday umrni uzaytirishi mumkin? Bu savolga olimlar quyidagicha javob beradi. Biz o'liklarmiz. Sadaqa insonni tiriltiradi va yashatadi. Bir mo'minning dardini o'lmasdan, boqi beg'am yashagan inson aslida o'likdir. Sizlardan qaysi biringiz yaxshilik, qaysi biringiz yomonlik qilishingiz uchun o'lim va hayot yaratildi deyiladi oyatda. Allohning rasuli o'lim bahosida bo'lsa ham yaxshilik qil deydi. Ammo psixolog yaxshilik qilma, o'lasan deydi. Noto'g'ri talqin qilish uchun payt poylayotganlarga haqiqatni albatta anglata olmayman. Volterning bir hikmati bor. Hirs bir kemaning yelkanini shishiradigan shamolga o'xshaydi. Ko'pi kemani suvga cho'ktiradi, kami kemani to'xtatib qo'yadi. Yaxshilikdan o'lganlar yaxshilik qilishda jiddu jahd qilganlar edi. Xuddi tikuvchi tikkan ko'ylaklar kabi hammamiz o'lchangan, bichilgan hayotni yashab yuribmiz. Bu ko'ylak ba'zan tor kelib qoladi, ba'zan keng, ichida kichrayib yo'qolib ketamiz. Fransuz yozuvchi La Cordaire esa ruhimizning yuksakligi na zakovat, na zafar, na ishq bilan o'lchanadi. U faqat yaxshilik bilan muqoyasa qilinishi mumkin deydi. So'zda sehr bor degan payg'ambarimning ummatimiz. Ammo kun bo'yi qanchalar ko'p, hisobsiz va mazhabsizning so'zini tinglaymiz. Bu keraksiz so'zlar fikr olamimizda qanday vayronliklar sodir etishini taxmin ham qila olmaymiz.
va yomonlikni ham, yaxshilikni ham avvalo o'zimizga qilamiz. Yaxshilik solih amalning jon tomiri. Tiriklik suvi esa yana sajda. Yolg'iz sajjodamning yungida shafqat. Meni hech kim quchoqlamas mudom. O't meni peshonamdan, sen o'p sajjodam. Misralarini Najib Fozil Kisakurak yaxshilik qilib zindonga tashlanganda yozgan edi. Vaqt mening do'stim. Tashqariga yopilishing ichkariga ochilishingdir. Huzur istaysanmi? U holda atrofingda oz inson to'pla, deydi Franz Kafka. Bir o'quvchim, agar o'quvchilaring 100 mingta bo'lsa, bilgilki, alarning sardori menman, deya yozibdi. Tashakkurlar, o'quvchim. Alloh sizni ham quvontirsin. 100 ming o'quvchim bo'lishi uchun yo tentak mindingiz, yo devonai haqqo'y, yoki ummu bo'lishim kerak. Ammo bo'la olmayman. Chunki tashqariga yopiqman, ichkariga esa ochila olmayman. Bugun 7 yashar qizim Hanna. Oyi, nega sening do'sting yo'q deb so'radi. Turk tilida sen deb gapirish samimiyat belgisi hisoblanadi. Ruslardagi sensirashga o'xshab. Qizim, do'st faqat menda emas, hech kimda yo'q. Do'st sifatida ko'rganlarning hammasi bir-biriga dushmandirlar, dedim. Mening do'stim vaqt. Dushmanimiz kimdir bizning, deydi-ku Yunus Emro. To'g'ri aytadi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yaxshiyam insonlar bir-birlarining qalbini ko'ra olmaydi. Agar ko'rganida yer yuzida ikkita insonni bir-biriga ro'baro bo'lib turganini ko'ra olmas edik, degan edi. Qalblarning pinhoniyligi buyuk ne'mat. Qalblarni ko'ra olish xususiyatiga egalar ham bor aslida. Ular bunday qobiliyatga ega bo'lganda ro'paralarida hech kim bo'lishni xohlamay qoladi. Agar shu qora bulutdan sariyog' yog'adi desalar, bir paytlar chindan ishonar edim. Yaxshiyam ishongan ekanman. Odamlar asliyatini qanday qilib yo'qotadi? Soddaligidan uyalganida, soddaligini yashirganida, tabiiy zaytun yog'i, tabiiy sut, toza asal, sof oltinni madh qilamiz, ammo sof sodda insonlarni esa yo'q qilamiz. Aldoqchini zaki, tarbiyasizni o'ziga ishongan, o'zganing haqqini yeganni o'z ishining ustasi deymiz. Hiylakorni esa juda aqlli deymiz. Haqiqiy sodda, halol insonlarni mazah qilamiz. Ammo tabiiy ozuqalarni qidiraveramiz. Uyg'oqlar doim organik ozuqalardan yeb ichadi va sodda, soflarga esa zaytun daraxtsiz zaytun yog'ini, arisiz asalni, tovuqsiz tuxumni sotadi. Biz ham ishtaha bilan yeymiz. Chunki o'zimizga xos tarzda yashamayotgan bo'lamiz. Boshqalar kabi yashashdan voz kechilganda o'ziga xos yashash boshlanadi. Baxt insonni sarxush qiladi. Baxtsizlik va musibatlar esa komil qiladi. Iztirob tortgan yillarimiz, qiyinchilik zamonlaridagina ruhimiz ulg'ayadi. Menga bu bola qayerdan keldi degan savolni berganimiz sari yo'limiz ochiladi. Moddiy tushunchalardagi boyligimizni muvozanatga keltirmagunimizcha ma'naviy jarlikka yaqinlashaveramiz. 40 xonali saroyda yashasak ham, tovoqlarimiz tilladan bo'lsa ham, faqat bir kosa ovqatni yeya olamiz. Zinhor bazinhor hech kimni malomat qilmaylik. U malomatni o'zimiz boshdan kechirmaguncha o'lmaymiz. Alloh taolo baribir shunga duchor qiladi. Hasan Basriy hazratlari: bir kishini bir gunohi sabab malomat qildim. O'sha gunoh 15 yildan keyin meni qidirib topdi. O'sha gunohni o'zim ham qildim, deydi.
Miyamizni malomatdan tozalaganimizda naslimiz ham tozalanadi. Jahannam uzoqda qolganlarning siridir, deydi avliyolar. Qalbning Alloh taolo bilan birga bo'lgan har oni jannatdir. Undan uzoqlashgan har onimiz esa jahannam. Eron shoirasi Farruxzod kabi men ham deyman. Men o'z qalbini yo'qotgan zamondan qo'rqaman. Zamonning ham qalbi bor. Uning qalbini topgan, ko'rgan vaqt bilan do'stlashishdan qocha olmaydi. Xush kelding vaqt. Qochmaydigan haqiqatga xush kelding. Kimning do'sti zamon bo'lsa, sevgilisi o'limdir. Ey o'lim, muborak o'lim. Samimiy mo'minlarning jannat ko'prigi. Yuragimdan aslo chiqma, muhringni buzma. Ko'z o'ngimdan aslo ketma. Jigari quriganlar sevgisi. Hazrati Alidan sizlar Rasulullohni qanday sevar edingizlar deb so'rashganida, cho'lda suvsiz qolib, jigari qurib qolgan kishi suvni qanday sevsa, o'shanday sevar edik deb javob bergan. Sahoba suhbat usulida kamolga yetgan demak. Ammo ularning suhbatlari bizning suhbatimizga o'xshamaydi. U suhbat psixologik, sotsiologik va ontologik munosabatlardan iborat suhbat edi. Hayvonlardan ham past saviyadagi, barokatsiz qumlarning orasidagi insonlarni Alloh taolo roziligiga erishgan banda holiga keltirgan suhbat edi. Yunus Emre aytganidek, suhbat qilarlar iymon, tolib qozonar irfon. Insonni orif qilgan toju xirqasi emas. Avval to'g'ri iymon qil, haromlardan uzlat qil. Jonga shifodir suhbat, bodom holvasi emas. Payg'ambar suhbatida pishganlarga sahoba deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrigacha yashagan qavmlar madaniyatlarning hammasi hashamatli binolar qurishgan. Qoyalarning ichini o'yib o'xshashi, qiyosi bo'lmagan inshootlar barpo qilishgan. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bino emas, inson barpo qildi. Madinada 2 qavatli binoning o'zi yo'q edi. Ashobi kiromning bag'rini o'yib qoyalashtirdi. Bu muhtasham qoya qalbli sahobalar jahonga tarqaldi. Faqat Diyorbakrning o'zida 5 nafar sahobaning qabri bor. Sahobalar Rasululloh yo'lida bo'lish bilan birga o'lishni ham tanlagan edilar. Bir kuni Hazrati Umar sahobalardan, agar hozir duo eshigi ochilsa va Alloh taolo tilagingni desa, nima istaysizlar deb so'ragan. Sahobalardan biri, bir xona to'la oltinim bo'lsa, yana bir xona to'la, yana bir xona to'la bo'lsa, hammasini Alloh yo'lida infoq qilsam dedi. Boshqa bir sahoba, xuddi shu shaklda kumushim bo'lsa, hammasini Alloh yo'lida infoq qilsam dedi. Hazrati Umar esa, bir xona limmolim to'la Huzayfatul Yamoniy bo'lsa, yana bir xona to'la Muoz ibn Jabalim bo'lsa, yana bir xona to'la Abu Ubayda bin Jarrohim bo'lsa, hammasini Alloh yo'lida dunyoga tarqatsam dedi. Alloh taolo Nabiyni Ashob surasining 56-oyatda va sirojam muniro, ya'ni porlagan bir quyosh qilib jo'natdim deydi. Yulduzlar nurini ul quyoshdan olardi. Mahmud Oqib Ersoy deganidek, iymondir u gavharki Allohim ko'p buyukdir. Iymonsiz bo'lgan yurak siynadagi bir yukdir. Hashamatni yuraklariga insho qilishar edi.
Hazrati Usmon tahorat olgach kulib qo'yardi va sahobalardan nimaga kulding deya nega so'ramaysizlar, so'ranglar, so'ranglar derdi. Sahobalar ham so'raganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham tahorat olib bo'lgach kulib qo'yardi va mendan ey Usmon, nega kuldingiz deb so'ramayapsan, so'ra, so'ra der edi. So'raganimda mo'minlarning tahorat olganida gunohlari to'kilganini ko'raman. O'shanga xursand bo'lib kulaman degan edilar deb javob bergandi. Har bir mo'minning tahoratdan so'ng tabassum qilib qo'yishi sunnatdir deydi olimlar. Sevgisi-chi? Jigarimiz yonib, qurib seva olamizmi? Sevgi sunnatini tiriltirib, qoya kabi yurakka o'ya olamizmi? So'lagingni oqizma. Tog'larga chiqib ketish orzusi tahammulimning sabr ichiga ko'milgan dinamitidir. Har yili yanvar-fevral oylarida bir portlaydi. Bu oylar Turkiyada ovga ruxsat berilgan oylar hisoblanadi. Ovchilar tog'larga chiqib ketadi. Bizning beafandi xo'jayinim ham ovchi emasmi? Birga ovga ketar edik. Hamda mergan ovchi. U tog'larga hayvon ovlagani, men nafsimdagi vahshiy hayvonlarimni toqqa ovlatgani borardim. Buludog', uludog', ag'ri, mungut, munzir, g'oz tog'lari. Hammasini qadam ba qadam kezdim. Yuragimni asir qilib olib qolgan tog' esa Qora dengiz hududidagi Pegun va Zigana tog'lari bo'ldi. Har faslda boshida ro'mol, yostig'i bulut Zigana. Toqqa dastlabki safarlarim qanday boshlandi? Uhud tog'ida his qilganim go'zal bir tuyg'uni izlab yo'lga chiqqan edim. Ammo bu tuyg'u faqat Uhudga xos ekan. Uning dunyodagi tog'larning hech biridan topa olmadim. Agar tog'larning suyagi, umurtqasi bo'lsa-yu libos kiysa, kim bo'lardi? Menimcha, ota bo'lardi. Tog'larga bo'lgan sog'inchim boshini qordan ko'tara olmayotgan fevral chuchmomasining boshiga o'xshaydi. Bir ko'rinib, bir ko'milib turadigan. Yillardir ovga chiqaman, ammo hech qachon ovlangan hayvonning go'shtini yemadim. Kim yesa yesin, ammo men bunday dasturxon atrofida yo'qman. Tog'dagi hayvonni otib, go'shtini yeyish, hurriyat, ozodlik go'shtini pishirib yeyish bilan teng. Ovchilar ham odatda go'sht topa olmaganidan emas, hayvonlarni o'ldirib zavq olish uchun ovga chiqadi. Bir necha ovchilar bilan gaplashganman. Bu bizning xobbiyimiz deyishadi. Ba'zan deyman, agar zavq va kayf uchun hayvon o'ldiruvchilarni tuproq qabul qilsa, tuproqdan ham arazlayman, hamda alam bilan qovog'imni uyaman. Bu safar Mungut tog'larida bir amerikalik ovchi bilan gaplashgan edik. Bir dona tog' echkisini ortib o'ldirishim uchun Turkiya hukumatiga $1000 soliq to'ladim degan edi. Tuproqdan haqli arazladimmi? Alloh do'stlari tuzoq qo'yib ovlangan hayvon va qarmoq bilan ovlangan baliqning go'shtini ham yemaganlar. Bunda aldov bor deganlar. Zotan inson nimani yesa u o'shadir. Tog'larning maftunkor 6-7 kilometrlik g'orlariga oshiqdim. Tog'li xalq pishloqlarini u g'orlarning ichida saqlashardi. G'or mavzusiga kirishsam, gap 6 kilometrga uzayib ketadi. Mart oyidan boshlab ov taqiqlanadi, chunki hayvonlar bolalaydi. Keyin mavsumlarning mayxonasi aprel boshlanadi. Ovni unuttirgan mast-alast aprel. Tog'larning tuprog'i bu mayxonadan kosalab uyg'onish sharobini icha boshlaydi. Bo'sqirlar bahorning sajjodasiga aylanib ketishadi. Quyosh har kun qirlar uzra chordona quradi. Yerga chumolining qotgan noni, tabiiy bug'doy qadaladi. Teraklarning yaproqlari kundalik yoza boshlaydi. Sarlavhasi o'qishga arziydi. Qishdan shikoyat. Qisqa
Taqsir bo'lgani holda gil tuproq ham hatto qilich kabi umid tug'adi. Yana uzayib ketdi. Uzr. Hanafiy mazhabining ahamiyatli fiqh kitoblaridan biri Multaqoni o'qiganimizda ov va ovchilar bobida quyidagilarni o'rgangan edik. Ovchi ovini ko'rganida bismilloh deydi va kamondan o'q uzadi. O'ljani aniq nishonga olganini his qilsa, itiga buyurib beradi. It o'ljani olib keladi. Iti o'ljani qanday olib kelganiga ovchi e'tibor berishi farz. It o'ljani labida tutib keltirdimi yoki tishida tishlab keltirdimi? Agar labida tutib keltirgan bo'lsa, o'ljani egasi uchun keltirgan. Agar tishlagan bo'lsa, unga so'lagini oqizdi. Unga itning nafsi qorishdi. Agar o'lja hali tirik bo'lsa, o'sha yerda bismilloh bilan so'yiladi. Keyin halol bo'ladi. It tishlagan joyini kesib itga beriladi. Agar o'lja o'lgan bo'lsa, yeyilmaydi, deyilgan edi. Buni nega yozdim? Yashab turgan jamiyatimizda bizga berilgan mansab va imkoniyatlar omonat. Mansabga o'tirishimiz bilan mansabimizni tishlaymiz, ovchining iti kabi, va unga so'lagimizni oqizamiz, suiiste'mol qilamiz. Mansab bir bulut kabidir, kelib ketadi, omonatdir. Ammo mansabga o'tirishimiz bilan unga so'lagimizni oqizib ham o'zimizni, ham orqamizdan kelganlarni halok qilamiz.